Jannat, jannat. Bolalar, bilasizlarmi, jannat qanaqa joy? Agar men hozir jannat haqida gap boshlasam, gapim hech tugamaydi. Ammo mayli kelinglar, sizlarga ozgina gapirib berayin. Qolganini katta kitoblarni o'qiganda o'zingiz bilib olasizlar. Sizlarga tushuntirish uchun jannatni qaysi boqqa, qaysi go'zal shaharga o'xshatsam ekan-a? Yo'q, uni hech narsaga o'xshata olmayman. Chunki bu dunyoda jannatga o'xshaydigan hech bir joyning o'zi yo'qdi. U shunaqa ham chiroyliki, so'z bilan ta'riflab bo'lmaydi. U yerga faqat borib ko'rish kerak. Ana shunda bilasiz jannatning qanaqa ekanligini. Jannatda ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan, odamning xayolidan o'tmagan narsalar bor deganlar payg'ambarimiz. Jannat hozir bormi? Ha, jannat hozir bor. U 7 qavat osmonning ustida, Alloh arshining ostida. U nihoyatda chiroyli bog'lardan, sharqirab oqayotgan daryolardan, ajoyib shahar va mamlakatlardan, soya salqin oromgohlardan iborat. Jannatga kirgan odam bu dunyoni unutib qo'yay deydi. Hech qaytib chiqqisi kelmaydi. Uning kattaligi qandoq aytaymi? 7 qavat osmon bilan yerning hammasi qo'shilsa ham jannatga teng bo'la olmaydi. Jannat ana shunaqa katta. Uning xushbo'y hidi 100 yillik yo'ldan kelib turadi. Jannat qavat-qavat bo'lib yaratilgani bo'lib, uning eng yuqorisi Firdavs jannati deb ataladi. Bu dunyo yo'q bo'lib ketadi, ammo jannat hech ham yo'q bo'lmaydi. Jannatning 8 ta darvozasi bor. Ular shunaqa kattaki, bu cheti bilan u chetining orasi 40 yillik yo'l. Jannat darvozasining oldiga birinchi bo'lib Muhammad sallallohu alayhi va sallam keladilar. Jannat u kishiga ochiladi. Jannatga eng avval shu zot kiradilar. Keyin u kishining ummatlari, biz musulmonlar kiramiz. Shundan so'ng boshqa payg'ambarlarning ummatlari kirishadi. Din yo'lida halok bo'lgan shahidlar, ilmiga amal qilgan olimlar, kambag'allarni yaxshi ko'radigan boylar va sahiylar jannatga birinchilar qatorida kiradilar. Jannat ahlining eng ko'p kambag'allar va ko'p zulm tortgan kishilar bo'ladilar. Ota-onasining duosini olgan odamlar, erini rozi qilgan ayollar, xushmuomala kishilar ham jannatga tezroq kiradilar. Jannatning 100 ta darajasi bor. Insonlar bu dunyoda qanchalik chiroyli va ko'p amal qilganlariga qarab, turli xil darajada joy oladilar. Jannatning havosi juda ham yoqimli. U sovuq ham emas, issiq ham emas. Doimo xuddi bahordek bo'lib turadi. Ertalab kun chiqish oldidan bo'ladigan nahor vaqti bor-ku, jannatda ana o'shanaqa toza va pokiza holat bo'ladi. U yerda quyosh bo'lmaydi, ammo Allohning nuri bilan hamma yoq yop-yorug' bo'lib turadi. Bolajonlar, jannatning mevalariga kelsak, ularning necha ming xil ekanini Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Ular hozir g'arq pishib, jannatiy odamlarni kutib turibdi. Ular hech qachon aynimaydi, sasimaydi. Tik turib uzaman desangiz ham, o'tirgan yeringizda uzaman desangiz ham, yonboshlab yotib uzaman desangiz ham, jannat mevalari sizning oldingizga kelib turadi. Bittasini uzsangiz, uning o'rniga darhol 2 ta meva paydo bo'lib qolaveradi. Ular shunaqa ham shirinki, mazasi og'zingizdan hech ham ketmaydi. Agar go'sht yegingiz kelib qolsa, oldingizga turli qushlar uchib kelishadi va tilga kirib, sizga o'zlarini tanishtirib boshlaydilar. Men falon qushman, falon narsadan yeb katta bo'lganman, go'shtim rosa shirin, meni yeng deydi bittasi. Men falon gullarni yeb o'sganman, mening go'shtim juda ham shirin, meni yeng deydi boshqasi. Siz qaysi birini tanlasangiz, u o'sha zahoti pishib, tillalaganda oldingizga keladi. Yeb bo'lishingiz bilan u yana tirilib, uchib ketaveradi. Jannatda bitta odamga 1000 ta xizmatchi bo'ladi. Ular har gal ovqat olib kelishganda 70 xil tillolaganda turli ovqatlar, son-sanoqsiz qadahlarda ichimliklar keltirishadi. Tanlagan taomingizdan istaganingizcha yeyaverasiz. Xohlagan ichimligingizdan mirqib ichaverasiz. Qorningiz to'lib ketmaydi. Ovqatdan keyin hojat ushatish, yozilish bo'lmaydi. Yegan ovqatingiz yengil terga aylanib, o'zi chiqib ketaveradi. Tanangizdan chiqqan terdan ajoyib atirning hidi keladi.
Jannatda burun qoqish, tuflash, yo'talish, shamollash, kasal bo'lish yo'q. Alloh u yerda hamma odamlarga yangidan tana paydo qilib beradi. Badaningizda qon, yiring, balg'am bo'lmaydi. Nafas olib nafas chiqarganingizda og'zingizdan o'z-o'zidan hamd sano va tasbih chiqaveradi. Jannatda har bir insonga ovqat yeyish, ichish va boshqa ishlar uchun 100 ta odamning kuchi berib qo'yiladi. Bunday yaxshiliklar bu dunyoda harom narsalar yemagan, harom ishlarni qilmagan, Alloh va Rasulining aytganlarini qilib o'tgan, nafsini tiygan insonlar uchun tayyorlab qo'yilgan. Bolajonlar, jannatga kirishda kampirlar yosh qizlarga aylanadilar, chollar yigit bo'ladilar, soqollari bo'lmaydi. Jannatda hamma odamlar bir xilda, 33 yoshda bo'ladilar. Hech ham qaramaydilar, o'lmaydilar. Doimo yosh va chiroyli bo'lib yuraveradilar. Jannatda bir bozor bo'ladi, u yerda hech nima sotilmaydi, ammo har xil chiroyli odamlarning suratlari bo'ladi. O'sha yerga borib, qaysi surat sizga yoqsa o'shani tanlaysiz. Siz o'sha suratdagi chiroyli odamga aylanasiz. Shunday qilib hamma o'zi xohlagancha chiroyli bo'lib qoladi. Jannatda bitta dengizda suv, bitta dengizda sut, yana bir dengizda asal, boshqa dengizda boshqa ichimliklar bo'ladi. Ana o'sha dengizlardan daryolar oqib yotadi. Daryolar uylarning ostidan oqib o'tadi, ammo hech kimga zarar qilmaydi. Odamlar uylardan turib tomosha qilib o'tiradilar. U yerda yana bir daryo bor. U daryoning labida chiroyli qizlar bo'ladi. Ular juda chiroyli ovoz bilan ashula aytishadi. Odamlar kelib ularning ashulalarini eshitadilar. Bunaqa ovozni dunyoda hali hech kim eshitmagan. O'sha qizlardan qaysi biri kimga yoqib qolsa, Alloh uni o'sha odamga hadya qiladi. Uning o'rniga Alloh o'sha zahoti yana boshqasini yaratib qo'yadi. Alloh har bir kishi uchun xizmat qilsin deb jannatda 72 ta qiz sovg'a qiladi. Ularning ikkitasi bu dunyodagi qiz ayollardan, 70 tasi jannat hurlaridan bo'ladi. Jannatda xotin qizlari ham mo'min musulmonlardan o'zlari xohlagan kishilari bilan birga bo'ladilar. Ularga ham Alloh juda ko'p yaxshiliklarni tayyorlab qo'ygan. Bolajonlar, jannatda bir daraxt bor. Agar uning tagida ot bilan 100 yil chopsangiz ham soyasi tugamaydi. Ha, aytgandek, jannatda qanotli uchar otlar bo'ladi. Unga minsangiz sizni uchirib ketadi. Ammo yiqitib yubormaydi, olib qochib ketmaydi. Qayerga desangiz, xo'p deb olib borib, sizni tomosha qildirib yuradi. Bu dunyoda kam amal qilgan, jannatga hammadan keyin kirib, eng oz mukofot oladigan odamni aytib beraymi? U odamga jannatda beriladigan bog'lar, gulzorlar, shahar va mamlakatlar hozir biz yashab turgan dunyo bilan barobar bo'ladi. Keyin unga shu dunyodan yana 10 tasi beriladi. Ana ko'rdingizmi? Jannatdagi eng oz mukofot shunaqa bo'lsa, endi rosa ko'p amal qilgan odamga beriladigan mukofotni qanday tasavvur qilib bo'ladi? Jannatning shahar va ko'chalari, saroy va qasrlari, hovli va uylari oltin kumushdan, yoqut va zabarjaddan, marvarid va zumraddandir. Yerida chang va kirlar yo'q. Tuprog'i yoqimli hid taratadigan za'farondir. Xullas, odamlarga nima yoqadigan bo'lsa, hammasi jannatda muhayyo qilingan. Ularga nima yoqmaydigan bo'lsa, hammasini do'zaxga olib kirib qo'yilgan. Jannatdagi eng katta ne'mat va mukofot shuki, hamma mu'minlar Allohni o'z ko'zlari bilan ko'radilar. U bilan yuzma-yuz turib salomlashadilar, gaplashadilar. Bu eng ulug' baxtdir. Demak, biz jannatda Allohni va payg'ambarimizni ko'ramiz. Avvalda o'tib ketgan mu'min ota-bobolarimiz, momo buvilarimizni ham inshaalloh jannatda topamiz. U yerda har bir odam o'zining yaxshi ko'rgan odamlari, do'stlari bilan birga yashaydi. Ammo jannatga yetish uchun inson bu dunyoda haq yo'lda bo'lishi, qiyinchilik va sinovlarga chiroyli sabr qila olishi kerak. Gapiraman desam rosa gap ko'p.